Assalomu alaykum hoji ota, hoji onalarimiz. Yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlar, umra amallarini bajarmoqchi bo'lganlarga do'stlar, O'zbekistonda 6 ta viloyatdan primoy reyslarni qo'yib bergan hamda o'z litsenziyasiga ega bo'lgan dokumentalniy Centrum Holidays, ya'ni Ulug'bek akami do'stlar oldilariga yetib kelganmiz. Video davomida akamizdan do'stlar 14 kunlik safarimizda qanday qulayliklar bor, bundan tashqari firma tomonidan bonuslar, biz o'zimiz bilan nima olishimiz kerak. Yosh bolali bo'ladigan bo'lsa, yosh bolalarimizga nech pul bo'lyapti? Hozirgi kundagi narx qanaqa? Undan tashqari gastiniya o'zaliklari hamma ma'lumotni mana shu videoda to'liq olishingiz mumkin. Shu mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmasini bosib qo'ying, biz Ulug'bek akamdan to'liq ma'lumot olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Assalom, yaxshi rahmat, yaxshi ko'rdingmi? Rahmat aka. Ulug'bek aka, hozirgi kunda hoji ota, hoji onalarimiz 14 kunlik ibodatga borishadigan bo'lsa, firma tomonidan qanaqa qulayliklar bor, qanaqa xizmatlar ko'rsatiladi, undan tashqari gastiniyalar, 50 yoshlar hamma ma'lumotlarni to'liq qilib bersangiz zo'r bo'lardi aka. Xo'p, biz firmamizdan 6 ta viloyatdan primoy reyslar bor. Farg'onadan, Andijondan, Namangandan, Toshkent, Samarqand, Termizdan primoy bordi keldi biletlar bilan olinadi. Bizning qulaylik tarafimiz, eng qulay tarafimiz faqat bordi keldi bilet olinadi. 14 kunlik paketimiz bo'ladi, standart paketlarimiz. Xo'p, paketlarimizga keladigan bo'lsak, birinchi Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz bo'linadi, Makka Mukarramada 11 kecha bo'linadi. Madina Munavvarada oltidan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi, qo'shimcha Xurmo bog'ida osh tashkillashtirib beriladi. Keyin ko'pchilik savol beradi, ravzamiz qanaqa bo'ladi? Hammamiz Madinaga borgandan keyin ravzasi. Xudo xolasa shu kungacha jo'natgan odamlarimizni hammasini ravzaga olib kirib chiqdik. Bundan keyin ham firmamiz tomonidan olib kirib chiqamiz. Xudo xolasa 100% tashkillashtirib berilgan ravzaga olib kirib chiqish. Xo'p, Makka Mukarramada 11 kecha bo'lingan bo'lsa, 11 kecha davomida 8 dan oshiq ziyoratlari, qo'shimcha sayohati, Qizil dengiz sayohati qo'shib beriladi. Bizning firmamiz tomonidan qo'yib beriladi. Qizil dengiz sayohatlari ham qo'shib beriladi. Zo'r aka. Xudo xolasa u yoqqa borilgandan keyin 50 yoshlar ham malakali insonlar. 50 boshlarimiz kami 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega malakali 50 boshi bo'ladi. 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni, sayohatlarni qildirib, 14 kun davomida birga yurib, aeroportga ham birga chiqib, asosiy hozir jo'natayotganimiz 50 boshlar birga borib, birga kelyapti. Birga borib, birga kelyapti. Keyin biz firmamiz tomonidan nimalar beriladi degan savollar ko'p bo'ladi. Biz firmamizdan kamzil, so'mka, beji berib lakatib tushirilgan, qaychilarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Sovg'a qilinadi. Bu do'stlar, ya'ni o'sha siz to'lagan summani esa bunga addiniy pul to'lanmaydi. Xo'p aka, hozirgi kunda boriladigan bo'lsa, bagaj necha kilo bo'ladi, rushnimiz necha kilo bo'ladi ham so'rashyapti. Undan tashqari yosh bolaliklarga qanaqa bo'ladi, narx necha pul bo'ladi, kattalarga necha pul ham so'rashyapti. Xo'p, bagajimiz 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy bo'ladi. Xo'p, narx-navoga keladigan bo'lsak, narx-navoz standart paketlarimizga $1000 bo'lyapti. Xo'p, yosh bolalarimizga 2 yashargacha bolalarga $200, 2 yashardan 5 yashargacha bo'lgan yoshlarimizga $700 bo'ladi. 5 yashardan yuqorilarga $1000 bir xil bo'ladi yosh kattalar bilan. Yosh kattalar bilan bir xil. Lekin maktab yoshda o'qiydigan, maktabda o'qiydigan bolalarni jo'natish mumkin emas. Bu davlat qarori. Maktabda o'qiydi, o'sha hisobiga. Oziq-ovqatlarchi aka? Oziq-ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlari bilan Makka Mukarramada 3 mahal, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Endi aqa borilgandan keyin aka, misol doktor xizmati, dori-darmonlar, aravachalar, yosh katta odamlarga oyoq og'riydigan bo'lsa, bunaqa narsalar ham tashkillashtirilgan. Tashkillashtirib berilgan dori-darmonlarimiz, medsestralarimiz bo'ladi, 24 soat xizmat qiladi. Erta birinchi yordamni ko'rsatishadi. Xo'p, keyin lekin postoyanno ichib yuradigan dorilaring bo'ladigan bo'lsa, misol sahari, qand diabet, hammani har xil o'ziga yarasha kasallik bo'ladigan yosh kattalar ichib yuradigan dorilar bo'ladi. Ular o'zlari bilan olinglar. Bir xil odamlar o'ylashar ekanki, samolyotda olib beradi, mumkin ba'zi dori olish. Yo'q, mumkin. Masalan, postoyanno misol har 2 soat ichib yuradigan doringiz bo'lsa, samolyotda 6 soat uchishni hisobini olib turib, o'zingiz yarashasini yoningizga olasiz, unga mumkin. Qolgan ko'pgina 14 kunlik doringizni bagajga yuklaysiz, olib ketaverasiz. Uni ziyoni yo'q, olib bermaydi, taqiqlamagan uni dori-darmonni. O'zingiz yarashani naqasini olib ketaverasiz uni dori-darmonni. Keyin aravacha xizmatlarimiz. Aravacha xizmatlarimiz esa tashkillashtirib berilgan. Aravachalarimiz bor, lekin postoyanno 14 kun davomida aravachada yuradilar, aravachada yosh katta odam, aravachada yetalayman o'zim, xizmatlarni qilaman deb
dadalarni olib ketayotgan odamlar ko'p bo'lyapti. O'shalar so'rashyapti, aravachani bu yerdan olsak ma'qulmi yo yerda aravachalardan foydalansak bo'ladimi? Yerda foydalansangiz ham bo'ladi, lekin yo'q, pastiyani ota-onangiz aravachada yuradimi? Aravacha o'zingiz bilan bu yerdan olib oling, o'zingizniki bo'ladi. Yerda birov ochirib kutib turmaysiz, aravacha bo'shadimi deb so'ramaysiz. O'zingizga yerda 14 kun vaqt tez o'tib ketib qoladi o'shaning hisobiga. Aravachani olib olsangiz, uni bagajga ham urmaydi, kiloga ham urmaydi. Ham aeroportda bilet yozayotganda bez ochirib o'tkazib yuborishadi. Uni muammosi yo'q. Zo'r. Keyin aka ketilayotganda aytishyaptiki, birinchi marta borayotgan insonlar o'sha 20 kilolik bagajni ichida o'zi uchun aslamay oladigan narsasi nimalar bo'ladi? Xo'p, aslamay oladigan narsalarimiz. Xo'p, erkaklarga maxsusi ehrommi, keyin tapichkasi bo'ladi. Qolgan ikki xil yengil ustuvor olishsa, oyog'iga cheshka olishsa bo'ldi. Qolgan narsasi zarur bo'ladigan narsasi yo'q. Xo'p, ayollar kiygan ustuvoshi, o'ranoq sochlari ehrom hisoblanadi. Uni ham ko'pchilik so'rayaptiki, yangi olishimiz shartmi? Bir xil odam pul to'plab, niyat qilib oladi, yana ustuvoshga yana 1-2 dollar pul ishlatishadi. Unga alohida mahsulot boshlab olamizmi? Yo'q, uni yuvilgan, toza, pokiza bo'lsa bo'ldi. Uni yangi bo'lishi shart, majburiy degan joyi yo'q biz dinimizda. Faqat yuvilgan, pokiza bo'lsa bo'ldi umra qilgani. Xo'p, keyin ko'pchilik yana so'raydigan narsasi o'sha bagajimizga olayotganimizda aytga hadya olishar ekan. Hadya nima deganda, aytib o'rganda ehson tarqasida qurut, o'sha mayiz, o'sha yong'oqlar o'sha ehson qilib berishar ekan. Yo'q, unday narsalarni arablar olgani bilan musurga tashlab yuborishadi. Sizdan xo'p ko'nglingiz uchun oladi qo'lida. Yana musurga tashlab yuboradi. Bilmaydi baribir uni nimaligini. Undan ko'ra nima ehson qilasiz? Ehson qilasiz, pul oling, ehson qilingiz kelsa pul ehson qiling. Undan ko'ra mahallangizda tamda kam o'g'il ta'minlangan yoki yetim o'ladan olsa, undan eng afzali eng qo'ni qo'shning degan, qarindosh urug'ingiz degan. O'shalarga ehson qilib keting, afzali shu. Zo'r. Aka, joylarni qanaqa qilib bron qilamiz? Joylarni mana shu videoda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqishsa, Telegram, WhatsApp ham bor. Pasportlarni rasmga olib tashlab berishadi. O'shanga qaytilgan sanalar, aytilgan ma'qul kelgan sanalari bo'yicha joylar bron qilishadi. Shartnoma tashlab beramiz. Shartnoma asosi bo'yicha bank orqali, shot orqali to'lov o'tkazishadi. Yo'q, ofisga kelamiz desa, ofisga kelsa, batafsil ma'lumotlar beriladi. Yana mana ko'rib turgan litsenziyalaringiz haqida ko'rib, o'zingizdan tanishib, yo'q internetdan ko'rib o'zingizda qanday litsenziyamiz? Litsenziya so'rasalar, litsenziyani tashlab berilaveradi. Litsenziya tashlab beriladi, litsenziya bilan tanishib, keyin shartnoma bo'yicha tanishib, bank orqali borib to'lov qilib, cheklarni rasmga olib tashlab bersalar ham bo'ldi. Zo'r. Xudo xolisa do'stlar, akamiz to'liq ma'lumot berdilar degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda qanaqa savollar beraylik, sizga qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, shu videoda kommentariyasiga yozib ketsalaringiz, biz do'stlar siz aytgan savollarni berib to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xudo xolisa do'stlar, yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarga litsenziyalangan, ya'ni Centrum Holidays'dan 14 kunlik umra ziyoratini sizlarga taklif qilib qolamiz. Shart-sharoitlar menimcha to'liq tushuntirib o'tdik. Bizdan uzoqlashmanglar. Shunaqa do'stlar, videolarni o'tkazib bormaslik uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz do'stlar, yangidan yangi umra narxlari, bundan tashqari shart-sharoitlardan boxabar bo'lib turasizlar. To'liq ma'lumot berildi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.